Assalomu alaykum. Bugun 7-mart ofisimizga Ra'no xonim keldilar bir dunyo natijalari bilan. Bugun tongda video tashlangan gruppaga. O'shani Ra'no xonim men o'zim shaxsan oldim. O'zim u ayolga mahsulot bergandim deb aytdilar. Shunga Ra'no opa o'sha ayol haqida ozgina bundoq gapirib bersangiz, u ayol qachon ichishni boshladi, aynan nimalarni ichdi, endi videoda baribir to'liq 2 oy oldin boshladi ichishdi. Ismi Molida, Nuroboddan. Uni rosa ko'p natijalar. Nimani boshi telefondagi mana shu ayol. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Olg'a qishlog'ida yashayman. Ismim Molida, yoshim 50da. Boshim ko'p og'risiydi. Mana rosa ko'p boshi og'rigan. Faqat dorilar bilan, ukollar bilan yashab turgan. Sochlari to'kilib ketgan. Sochini ko'rsatdi. Soch o'syapti. Boshi og'rib qolgan. Keyin ichib ketgan. Bir kuni, endi birinchi kuni borib tualetga borgan, ikkinchi kuniga borsa, ulgurmaganda, uyning orqasiga qilsa, shunaqa uzun qurtlar chiqqan. Tirik hammasi, uzun rosa, lekin anasi qorni og'ribdi. Grijasi bordi qorni juda ham katta edi. Uni ushlasang qattiq edi-da. Ana shular ham ketgan, muloyim bo'lgan, ham kichkina bo'libdi. yumshagan. Ha, grisha yo'q. Qornida bu kundik bormi? Ana shu uchun shunaqa shishka bo'lib turadi. Shu yo'q. Tortilib ichiga chuqurcha bo'lib qolibdi. Uni ham ochib ko'rdim. Keyin jigari qattiq edi. Shu ham muloyim. Keyin gemoroyi bor edi. Ularni aytmadi-da videoda. Gemoroyi bor edi. Gemoroyi ham ketgan. Matkasi pastga tushgan ekan. Jenskiy bo'yicha juda ham ko'p muammolar bo'lgan. Hidlanib, mana shunaqa analar bo'lgan ekan. Unaqa yo'q, qora zubniy pasta berdim unga. Delaytolux beraman desam, qimmat deyishdi. Keyin qora zubniy pasta berdim, tampon qo'yib, mana yaxshi rezultatlar olgan. Keyin yana nimasi bor? Balzamlar qaysi birini? Hammasidan berdim. Perfektum berdim, Vitalici berdim, Smart 2 ta и Garmoniya berdim. Qora zubniy pasta berdim. Yo'q ekan, qora zubniy pasta berdim. Shunaqa. Qancha vaqt ichganda bo'ldi natijalar? 2-oy bo'lyapti mana. Ha, endi 2-oy. Hali bor yana manalar. Hozir ichishni davom etyaptilar. Keyin yana bir insonda yaqinda yotib qolgan, 2 yildan beri yotibdi, insult bo'lgan. 2 kungina bo'ldi, tashab ketdim. Balzamlarni ichsa, o'sha oyog'ida sezgirlik boshlanibdi. Bir bunaqa siltab olyapti dedi. Keyin dedi, og'zindagi hidlar dedi, o'sha tarqayapti dedi. Uyqum normaga keldi. Hali 2 kungina ichdi. Mana bugun o'sha 3-kuni bo'lyapti. Mana yo'lga chiqdim. Ko'rib keta olmadim. O'zim borib, o'zim anaqa berib keldim. Harakatsiz bo'lgan. Va shu 2 yildan beri umuman ana qilolmasdi. Gapirishlari ham qiyin edi. No, o'sha yaxshi rahmatlar aytib. Anaqa natijalar ko'p. Keyin bir Bahodir aka o'zi biladi. Bir kelinchak, Muqaddas degan kelinchakda traynichniy nerv bo'lgan. Mana bo'lgan, gripp bo'lgan, terlab chiqqanda muzday suvga yuzini yuvgan. Keyin og'iz qiyshayib, ko'z yopilmay qo'ygan, pirpirab qolardi-da. Umuman yopilmas edi. Ana shuni qora zubniy pasta berdim, massajni ko'rsatdim. Internetdan qaradim-da, qanaqa massaj. Shuni ko'rsatdim. Keyin balzamlar mana shuni ichasan. Prям ichigacha qo'yaver dedim zubniy pastalar. Hozir ana qilsam, ko'zi yumilyapti, og'zi ham yopilyapti. Endi salgina qolgan, nezametni-da. U ham shu 2,5 oy ichida mana rezultat. Ra'no opa o'sha Samarqand qayerida? Nurobod tumani Olg'a qishlog'ida. O'sha Nurobod tumanidagi Olg'a qishlog'ini tabibiga aylanganlar hammasini balzamlar bilan davolab, gruppaga yuborilayotgan ko'p natijalarni bir qismi mana shu Ra'no opani berayotgan mahsulotlaridan. Baxtigul degan kelinchakda 5 yildan beri davolangan. Samarqandda ham, Toshkentda ham davolangan. Sistit, xronический sistit bo'lgan. Yuvinar ekan, er bilan qo'shilsa, sistit bo'lib qolar ekan. Shu qora zubniy pasta, im Perfecto Vitalici Smart, nima berdim, Garmoniya. Bo'ldi. Rezultat yaxshi. Mana o'sha er xotin ichishganmi? Yo'q, bitta o'zi. Ayolni o'zida bo'lgan. Umuman yo'q. Rosa qichishib, achishib, qonapla ketardi, qiynalardim dedi.
mana yaxshi rahmatlar aytib ularni mana qilib qo'ydi. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Odamlarni sog'lom tiklashda sababchi bo'lib yuring doim. Rahmat.